Location botlarda faqat nakurtkani o'zimi boshqa xizmatlar yo'qmi deyotganlar. Imенно PUBG'lar mana sizlar uchun biz Game Donat degan bo'limni qo'shganmiz va hozirgi videoda men sizlarga mana shu Game Donatni ichiga kiramiz va polni UC'larni narxlarini biz ko'ramiz va ko'p misol montajlar videolar qo'ysam prosmotrlar bo'lmayapti va to'g'ridan to'g'ri video olaman qanday rezultati qanaqa bo'lar ekan. Hammaga asosing do'stlar, sizlar Location botini rasmiy YouTube kanalidasizlar. Men Farzbek Fazlayev bo'laman. Mana taniysizlar, tanimaganlar bo'lsa, mana shu Location botini YouTube kanaliga bizni obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki biza tezroq 100 mingta bo'lishimiz kerak shu bot orqali. Xullas do'stlar, boshladik, ketdi. Xo'p, botimizga avvalama kiramiz. Bot silkasi pastda ham bo'ladi yoki mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana botimiz user namesi ishlar. Xo'p, mana botimiz user namesi bu hammasi. Kirgandan keyin start bosamiz. Hop, xizmatlarni bosamiz va donat mana bu yerda Free Fire degan bor ekan va biz PUBG ni tanlaymiz. Hop, narxlarni ko'ringlar. 60 UC 14 ming, 325 UC 66 ming. Chunki men UC'larni даже PUBG ham o'ynayman, faqat o'ynayman, xolos boshlash narsani tushunmayman. Akkaunt botski bo'ladimi? U odamga bog'liq. U 100 akkaunt bo'lmaydi. Odam bot bo'lsa, baribir akkaunt bot holicha qolaveradi. U misol otganimda egrar degan gaplar bor-ku, shuning uchun men gapdan gap men uncha bilmayman, lekin botimizdagi narxlarni ko'rsatyapman. Xo'p, boshqa odamlar bilan solishtirganda bu bizning narxlar arzonmi yoki qimmatmi? Yoki ko'pchilik bitta video qo'ygandim qimmat deyishgan. Unda 1 yil oldin edi, narxlar baribir o'zgargan. Agar bu videoni siz 1 yildan keyin ko'rasizmi yoki tezroq ko'rsangiz, shu narxlar qoladi yoki narxlar o'zgarishi mumkin kurs bo'yicha. Xullas do'stlar, botga o'tib narxlarni ko'ringlar va undan tashqari juda ham ko'p xizmatlar bor va buni ham bir maketdan videolarda ko'rsatamiz. Chao.